Zaryadka tushdi. Rozetka ishlamayapti. Kelib ko'rib bersangiz. Deb mana hozir rozetkani tekshiramiz. Fleshimizni kuchlanishga qo'yib, kuchlanish tekshirsak 220 volt kuchlanishni ko'rsatyapti. Bu normal kuchlanish. Bunda bemalol iste'molchi ishlashi kerak. Endi bunga iste'molchi ulab ko'ramiz. Va yana ham aniq bo'ladi. Nima uchun bunday bo'lgani. Hozir ulaganimizda kuchlanish mana bizda 7 voltgacha tushib ketyapti. Demak, orada kontakt yomon kuygan bo'lishi mumkin. Kuy orqali kuchlanish o'tib turgan bo'lishi mumkin. Shu sababli bu kuchlanish priborda o'lchaganda priborimiz displey yonishi uchun raqamlar ko'rsatish uchun yetarlicha quvvat bera oladi, lekin katta iste'molchi ulanganda bu tushib ketadi. Sababi katta qarshilik. Katta qarshilik orqali mana shunday ko'p isrof vujudga keladi va kuchlanish tushib ketadi. Bunday holatda prozmonga qilinadi. Korobkadan rozetkaga. Agar orasida tiklash imkoni bo'lmasa, kabelni shaxta joylashtirilib, tashqi montaj qilib kabel tashlanadi. Chunki devorni buzib ochilgan joyga yana korobka qo'yib, bu devorni remontni xunugini chiqargandan shu yaxshi variant bo'ladi. Mana endi kuchlanish tiklandi, kabelni shaxta tashlagandan keyin mana hozir bizda 230 volt perforator bosgandan keyin bu kuchlanish tushib ketmayapti. Kabel shaxta tashlandi. Ko'rish mumkin, kuchlanish bizda yo'qolmayapti. 230 volt bo'yicha turibdi.